Assalomu alaykum azizlar, mana hop tarozi seximiz bizni Xudo xohlasa. Orqamdagi tarozi uzunligi 3,5 metr, eniga 190. Labo, bongo mana shularga moslangan tarozimiz. Ko'tarish quvvati 7 tonnaga moslashtirilgan. 2 yil garantiyasi bilan. Kimga qiziq bo'lsa bemalol murojaat qilaverasizlar. Metallom sohasida, ko'mir sohasida ishlaydiganlarga rosa asqot etilgan tarozi bo'ladi. Mana bu tarozimiz ham, buni navbatdagi tarozimiz ham 1.25 ga 1.25 zakazga bo'lgan tarozimiz. Bu ko'mirchilarga ko'mir tortgani va bundan tashqari poddolli narsalar tortgani, meva, cheva tortgani rosa asqot etilgan xolodilniklarga bo'ladigan taroz. Bunisi ham navbatdaginisi 1.5 ga 1.5 tarozimiz. Bunisi ham xuddi shuni kattaroq razmeri. Paddon taroz, roqli taroz deymiz. Ichkariga kelamiz. Ular mana shu tarzda ishlaydi. Mana shu hop yoqdik. 3 kilo. Navbatdagi tarozimiz mol tarozimiz. Razmeri 1 ga 2, ko'tarish quvvati 2 tonnalik. 2 yil garantiyasi bilan bular ham bez reshotka varianti mol tarozimiz. Buni qulay, afzallik tarafi molni turgan joyida bo'shatmasdan turib, tagiga tiqib olib, sudrab ketdi bo'lmaydi. Turgan joyida molni tagiga tiqib turib tortsa bo'ladi. Va bundan tashqari bu kabelsiz, besprovодной deyiladi. Bluetooth bilan ishlaydigan turgan tarozi bo'ladi. Xohlasalar provodnoy qilib, kabelga qo'yib bersak ham bo'ladi. Navbatdagi qo'y tarozimiz. Razmeri 1.20 ga, eniga 70, balandligi 80. Ko'tarish quvvati 500 kiloga moslashtirilgan. Buni ham Xudo xohlasa 2 yil garantiyasi bilan ma'lumotlari. Buni o'zimiz ham mol bozorga qo'yib qo'yganmiz, o'zimiz ham foydalanamiz. Ikkita mol bozorga qo'yib qo'yganmiz. Shogirdlar chiqaramiz, Xudo xohlasa ishlab yurishibdi mana 2 yildan. Navbatdagisi bunisi mol tarozimiz. Razmeri 1 ga 2, ko'tarish quvvati 2 tonnalik. Reshotkalari ichiga yotadi, arkalari yechiladi, eshigi olinadi. Ko'tarib, bilan qoldirishga ishlaydi. Mana shu tarzda bo'ladi. Arkalari yechiladi, reshotkalari ichiga yotadi. Kimga qiziq bo'lsa bemalol murojaat qilishlari mumkin. Namangan viloyati Pop tumani manzili. Yuqoridagi telefonlarga bemalol murojaat qilaverasizlar. Rahmat.